Qaysi mamlakatda to'liq qit'ada joylashgan yagona orol mavjud? Avstraliya. Avstraliya to'g'ri. Bu bolaga qo'yasiz. 2021-yilda Messi qaysi klubga o'tadi? PSG to'g'ri. Sherlok Holmes qahramonini kim yaratgan? Yozuvchi. Dunyoning eng mashhur haykallaridan biri, Ozodlik haykali qaysi shaharda joylashgan? Washingtonda. What? New York. New York shahri to'g'ri. O'zbekistonda qaysi shahar shashmaqom musiqasi bilan bog'liq? Buxoro. Buxoro to'g'ri. Kompyuterning asosiy miyasiga nima deyiladi? Prosessor to'g'ri. Qaysi sayyora qizil sayyora deb ataladi? Saturn. Yo'q. Mars. Mars to'g'ri. Sariq. Cho'ta meni o'g'ri. Eng tez harakatlanuvchi narsa nima? Yorug'lik. Yorug'lik to'g'ri. Samsung brendi qaysi davlatga tegishli? Janubiy Koreya. Janubiy Koreya to'g'ri. Organizmdagi eng mustahkam suyak qaysi? Oyoq suyakmas? Ha, Oyoq. son suyagi. Son suyagi. Ya'ni to'g'ri. Do'stlik deb qo'yamiz. Ishtirokingiz uchun sahifa o'z nashriyotidan sizlarga kitob sovg'a qilaman. Kitobni faqat o'ng qo'ldan o'sib ketadi. Og'irlashib. Bu yutqazganingiz uchun rahmat sizlarga.